Mana navbatdagi obyektimizni termo ishlarini yakunlash arafasida. Bu yerga qo'ygan materiallarimiz Engelberg termo 3 qavatli oynalardan bo'ldi. Derazalar hammasi откидной ochiladi. Tepa qismi, arkasi 6 seriyasidan bo'ldi. Qolgan barcha joylari Engelberg termo profillardan. Derazalari ham ochiladi. O'ziga xos arka bo'lishiga qaramasdan hammasi ochiladi. Kirish eshik va yuqori eshiklar oynalari 6lik. 2 qavat 6likdan qolgan joylari esa 3 qavatlik oynalardan iborat. 6lik qilingan sababi oyna katta kirish chiqish katta oyna bo'lgani uchun 6lik oynadan qilib qo'ydik. Shpingaliga alohida baho beramiz. Temirlik sinmaydi. Mana ishimizni ham yakunlab bo'ldik. Oynalar pepel svet, pastdagi deraza eshik hammasi termoromlardan bo'ldi. Yuqoridagi cherdak qismi esa akvaplast triodan. Termo arkalarimiz.